Assalomu alaykum. Bugungi laboratoriya mavzuyimiz o'simliklardagi diplazmoliz va plazmoliz hodisasini kuzatish. Ishning borishida bizga kerak bo'lgan kerakli jihozlar, mikroskop, piyoz, ya'ni po'stlog'i kerak bo'ladi. Undan keyin tomizgich, ya'ni pipetka kerak bo'ladi. Qoplovchi oyna, buyum oynachasi, filtr qog'ozcha, distillangan suv va natriy xlor eritmasi kerak bo'ladi. Keyin yana bizga kerak bo'ladi pinset, ya'ni qisqich kerak bo'ladi. Demak, ishning borishi. Birinchi ishimiz buyum oynachasini stol ustiga qo'yib, unga ozgina distillangan suvdan tomizamiz. Piyoz po'stloqdan yupqa pardasini sekin pinset yordamida olamiz. Piyoz po'stlog'ini qobig'ini suv tomizilgan buyum oynachasi ustiga qo'yib, uni tekislab olamiz. Piyoz po'stlog'ini qo'yib, uning ustiga qoplovchi oynani yopamiz sekinlik bilan va uning chetiga chiqib qolgan suvlarini filtr qog'oz yordamida olamiz. Piyoz po'stlog'ini qo'yganimizdan keyin uning chetiga chiqib qolgan suvni filtr qog'oz yordamida tortib olamiz. Tayyor preparatimizni mikroskop stolchasiga joylashtiramiz. Mikroskopning oldin kichik obyektda ko'rinishini topib olamiz. Albatta buning uchun makrovint va mikrovintlarni sekin yaqinlashtirib, piyoz po'stlog'idagi hujayralarni ko'ramiz. Mana hozir piyoz po'stlog'idagi hujayralar bizga ko'rindi. Uning e'tibor bergan bo'lsangiz, piyoz po'stlog'idagi hujayralar sitoplazma klatka membranasiga tortilgan, yopishgan, ya'ni turgor holatda turibdi. Bu uning ichkarisidagi, ya'ni suvli eritmaning asosida kuzatilyapti. Mana yanada yaqinroq. Tayyorlangan piyoz po'stlog'idan tayyorlangan preparatimizga natriy xlor eritmasini tomizamiz. Natriy xlor eritmasini buyum oynachasiga tomizamiz. Ozgina vaqtdan keyin piyoz hujayrasidagi sitoplazmaning holatini ko'ramiz. Mana ko'rayotganimizdek, piyozlarning hujayrasidagi sitoplazmasi membrana devorlardan burishib, plazmoliz hodisasi kuzatilyapti. Bunda vakuola formasi kichrayapti. Endi piyoz po'stlog'iga yana distillangan suvni tomizamiz.
Guvohi bo'lganimizdek, sitoplazmalar yana oldingi holiga qaytdi, deplazmoliz hodisasi yuz berdi, turgoril holat saqlandi. Bugungi laboratoriya mashg'ulotimizda o'simliklardagi plazmoliz va deplazmoliz hodisasini piyoz hujayrasida kuzatdik. E'tiboringiz uchun rahmat.